Yaponiya Kengash palatasi 5 dekabr dushanba kuni Sharq Turkiston va Xitoyning boshqa joylaridagi kishilik huquq vaziyatiga andisini ifodalagan bir qaror loyihasini qabul qildi. Yaponiya davlat taratqusi NHKning xabar qilishicha, mazkur qaror loyihasi Kengash palatasining dushanba kunidagi umumiy yig'inida ko'p sonliq ovoz bilan ma'qullangan. Loyihada ko'rsatilishicha, xalqaro jamiyat yaqindan buyon Xitoyning Tibet va Uyg'ur avtonom rayonidagi diniy erkinlikni dafsanda qilish va kishilarni majburiy qamab qo'yish qatorliq masalalarga qarata qattiq andisini bildirgan. Ovozga qo'yishdan keyin Yaponiya tashqi ishlar ministri Hayashi Yoshimosa so'z qilib, hukumatning boshqa davlatlar bilan birlikda loyihada tilga ilingan masalalarni hal qiladiganligini bildirgan. Egilishicha, buningga o'xshash bir qaror loyihasi bu yilning 5-ida Beijing qishliq olimpik musobaqasidan burun Yaponiya Avam palatasida qabul qilingan. Xitoy dunyoning har qaysi joylarida 100 dan ortiq saqchi punkt qurib, surgunda yashayotgan Xitoy fuqarolarini nazorat qilish, parakandachilik silish va majburiy qaytirib ketish qatorliq harakatlar bilan shug'ullangan. Amerika ismli xabar to'rining xabar qilishicha, Xitoy bu harakatlar bilan shug'ullanishda boshqa davlatlar bilan tuzgan o'zaro bexatarlik kelishimlaridan foydalangan. İspaniyadagi himoyachilarni qo'g'dash tashkiloti bu yil 9-oyda doklad e'lon qilib, 54 Xitoy saqchi punktining chet ellarda faoliyat qiladiganligini oshkorlagan. Halbuki bu tashkilot Xitoyning yana qo'shimcha 48 saqchi punktining chet el davlatlarida faoliyat qilayotganligiga oid yangi dalillarga erishganligini aytgan. Egilishicha, Kanadadagi 5 Xitoy saqchi punktining 3-i Vancouverda bo'lib, Kanada saqchi doiralari bu vaqtda tekshirish boshlagan. Amerika Davlat Mudofaa ministri Lloyd Austin va Avstraliyaning muavin bosh ministri va Davlat Mudofaa ministri Richard Marles ikki davlatning Xitoyga bo'lgan hamkorligini cho'nqurlashtirish to'g'risida suhbatlashdi. 5 burchaklik binoning bayonotchisi general Pat Ryder yig'inga munosabatlik yozma dokladida ministrlarning rayonlik shirkatlar bilan hamkorligini davomlashtirib, erkin va ochiq endi Tinch okean o'rtaq tasavvurini qo'llashga qo'shiladiganligini ko'rsatdi. Xitoy bexatarlik kamerasi shirkati Haykang texnologiya guruhi Sharq Turkistondagi etnik tozalashga chetishliq deb ayblanib, Angliyada cheklashga duch kelayotgan bir vaqtda bu shirkatning etnik yuz tanish kameralarini Angliya va Yevropa bozorida e'lon qilishi andishi qo'zg'agan. Angliya muhofizatchilar gazetining xabar qilishicha, bu ahvol faoliyatlarda Uyg'urlarni bostirishda qo'llanilgan irqchilik texnikasi Angliyada bozorga selinyapti degan andish paydo qilgan. Algeriya bilan Xitoy bir balvoq bir yo'l tashabbusini yo'lga qo'yish plani va ikki davlat hamkorligini taraqqiy qildirish to'g'risida ikki kelishim imzoladi. Algeriya Tashqi ishlar ministrligining yozma bayonotida Tashqi ishlar ministri Ramtan Lamamra va Xitoy davlatlik taraqqiyot va islohot komitetining raisi Xi Jinpingning sin yig'ini orqali o'tkazilgan yig'inida bir balvoq bir yo'l tashabbusini yo'lga qo'yish plani hamda 2022 va 2024 yillardagi muhim rayonlardagi hamkorlik planiga imzo qo'yganligi bayon qilindi. Rossiya bosh ministri Mikhail Mishustin Xitoyga neft, tabiiy gaz va ko'mir to'shishni ko'paytganligini bayon qilib, sodimizning yerimini degidek davlat pulida elib berishimiz intayin muhim dedi. Mishustin Xitoy bosh ministri Li Keqiang qatnashgan ikki davlat hukumat boshliqlarining 27-qitimliq yig'inida ikki davlat munosabati haqida to'xtalib yuqori so'zlarni aytgan.